Hammaga salom obunachilar. Men Nurakon. Bugun sizlar bilan birgalikda ayam Turkiyadan jo'natgan pudingni qilib ko'ramiz. Qani ket. Birinchi sochimizni yig'ib olamiz. Adamnaqa puding shokoladni endi ko'ramiz. Bizga ana shunaqa maydagina qozoncha kerak bo'ladi. Mana потом mana shu pudingni o'zi, keyin esa sut. Obunachilar gazimizni tagini yoqib oldik. Endi 2,5 bokal sut solamiz. Bu birinchi bokal, bu esa ikkinchi bokal. Bu esa yarim stakan. Tak obunachilar, sutimizni solib bo'ldik. Endi esa mana bunaqa loshkada pudingni solamiz. Hammasini. Jarimning bor uzr, eshik taqilib qoluvdi. Puding sizlar bilan qo'shishni unutibman. Shuning uchun qo'shib bo'ldim. Gaz tagini o'chirib 2-3 minut aralashtirib turish kerak ekan. Shtab hisobiganicha. Menda obunachilarim shokoladni ana shunaqa obunachilarni aralashtirib bo'ldim. Endi esa o'zini shaxsiy kosasiga bo'shatib olamiz. Mana obunachilarim o'zini shaxsiy kosalari. Endi bunga bo'shatib olamiz. Endi solib chiqamiz. Chetlaridagi bu shokoladni bu hali har xili bor. Protovni deysizlarmi? Obunachilarim hammasini soldim. Endi bilan xolidlik qo'yamiz. Tak obunachilar, mana soldim. Endi bular xolidlikda 3-4 minut turishi kerak. Pudingimiz tayyor bo'ldi. Endi sizlar bilan birgalikda yeb ko'ramiz. Bismillah. Xuddi yoqda shokolad. Yong'oqli shokolad. Ne bo'ladi? Tak obunachilar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoga mansiz, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bye bye.